Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda habashlar o'yin qilayotgan bo'lgan. Shunda Oysha onamizga Humayro deganlar. Humayro Oysha onamizning laqabi bo'lgan. Ya'ni yuzlari oppoq bo'lganligi uchun Humayro degan ekanlar. Ana ular tomosha qilishni xohlaysanmi dedilar. Ha deganda ke deb Rasululloh turdilar, teskari qarab turdilar. Oysha onamiz Rasulullohni men yelkalarini ustidan betiga tegizgan holatda qarab turaverdim degan. Bo'ldimi desa, yo'q, hali bo'lgan yo'q, to'xtab turing dedim. Bo'ldimi desa, yo'q, to'xtab turing. Men o'sha habashlarni tomosha qilishga ishtiyoqim yo'q edi umuman degan Oysha onamiz. Lekin boshqa ayollar eshitib qo'ysa, Rasululloh menga turib berganligini degan. O'sha uchun o'sha bo'ldimi desa, yo'q, bo'ldimi, yo'q, bo'ldimi ancha turgan. Rasulullohning xulqlari shunaqa odam edi Rasululloh. Agar bir odam kelib qo'lini ushlasa, Rasululloh qo'llarini torta olmasdi u odam qo'yarmaguncha. Shunaqa odam bo'lganlar. Hech qachon birga gaplashib turgan paytda Rasululloh shunday yelkasini o'girib ketmaganlar, gap tugamaguncha. Oysha onamizga bo'ldimi, yo'q, toza bo'ldim deguncha turib beraverganlar.